Mikroelektronika sanoati zamonaviy texnologiyalar taraqqiyotining asosiy drayveridir. Iqtisodiyot va Moliya vazirligi, O'zeltex sanoat uyushmasi hamda Janubiy Koreyaning Meta On-Tech kompaniyasi hamkorligida tashkil etilgan seminar ham mikroelektronika sanoatining global ahamiyati mavzusiga bag'ishlandi. Bugun biz foydalanayotgan telefon, televizor, kompyuter, hatto mashina ichida ham bitta muhim qism bor. Bu yarim o'tkazgich, ya'ni elektron chip. U zamonaviy texnologiyaning tom ma'nodagi yuragi. Shu sababli dunyoda yarim o'tkazgich va mikroelektrotexnika sohalari global texnologik raqobatning markazida turibdi. Sohadagi o'sishni raqamlarda ko'radigan bo'lsak, 2024-yilda dunyo bo'yicha mikroelektrotexnika bozori hajmi 627 milliard dollardan oshgan. 2025-yil oxirida esa bu ko'rsatkich 700 milliard dollarga yetishi taxmin qilinmoqda. Shu yil avgust oyining o'zida chip savdosi 64,9 milliard dollarni tashkil etgan. O'sish o'tgan yilning shu davriga nisbatan 21,7%. Rivojlangan davlatlar AQSh, Yevropa ittifoqi, Janubiy Koreya bu sohani ustuvor yo'nalish sifatida belgilab olgan. O'zbekiston ham bu tendensiyadan chetda qolmayapti. Elektronika va elektrotexnika sanoatini rivojlantirish, zamonaviy ishlab chiqarish jarayonlarini boshqarish, texnologik mustaqillikni ta'minlash va yangi avlod kadrlarini tayyorlashga asos yaratilmoqda. Bilamiz, Koreya Respublikasi yarim o'tkazgichlar va mikroelektronika sohasida jahonning yetakchi mamlakatlaridan biri. Mazkur yo'nalishda O'zbekiston va Koreya yangi istiqbolli hamkorlikni boshladi. Bu nafaqat ikki davlat o'rtasidagi iqtisodiy aloqalarni mustahkamlaydi, innovatsiya va sanoat sohalarida tajriba almashish, kadrlar salohiyatini oshirishga xizmat qiladi. O'zbekiston prezidenti olib borayotgan asosiy tashabbuslardan biri 2030-yilgacha yangi O'zbekistonni barpo etish, ya'ni yuqori sifatli texnologiyalarni joriy etish orqali mamlakatni rivojlantirishdir. Biz bundan xabardormiz va shu yo'nalishda o'z hissamizni qo'shishni maqsad qilganmiz. Kompaniyamiz o'z tajribasi va bilimlariga tayangan holda texnologiyalarga tez moslashish, biznesni samarali yo'lga qo'yish va rivojlantirish bo'yicha strategik maslahat va qo'llab-quvvatlashni amalga oshirish niyatida. Bu safargi hamkorlik Koreyadagi ikki universitet va bizning kompaniyamiz o'rtasidagi birgalikdagi loyiha bo'lib, u O'zbekistonda talab yuqori bo'lgan yarim o'tkazgichlar sohasidagi mutaxassis kadrlarni tayyorlashga qaratilgan. Biz buni O'zbekiston texnologik taraqqiyotini ta'minlaydigan eng muhim yo'nalishlardan biri deb hisoblaymiz. Albatta, bu faqat boshlanishi, kelgusida hamkorlik yanada kengayadi. Seminarda vazirlik va idoralarning rahbar kadrlari, oliy ta'lim muassasalari professor o'qituvchilari va tadqiqotchilar sohaning global ahamiyati, milliy iqtisodiyotdagi o'rni va uning kelgusi istiqbollari haqida suhbatlashdilar. Toshkent davlat texnika universitetida ham raqamli elektronika va mikroelektronika kafedrasi bilan hamkorlikda aynan O'zeltex sanoat uyushmasi tomonidan kafedra filial tashkil etilgan. Janubiy Koreya bizga ma'lumki, hozir Samsung Electronics kompaniyasi necha oylik rivojlanganini bilamizki, va ana shu tajriba asosida O'zbekistonda qanday tizimni yo'lga qo'yish va bu tizimni yo'lga qo'yish uchun qanday bosqichlardan o'tishni mutaxassislar tomonidan hozir seminar, treninglar tashkil etildi. Ular tomonidan bir necha davlatlarni tajribasi bo'yicha tinglovchilarga ma'lumotlar berilmoqda. Yarim o'tkazgichlar sohasi juda keng qamrovli, lekin uning eng asosiy nuqtasi inson kapitali, ya'ni malakali mutaxassislardir. Shuning uchun biz yarim o'tkazgichlar sohasidagi ko'p yillik tajribamiz orqali to'plagan bilimlarimizni O'zbekiston yoshlari bilan baham ko'rish va o'zaro tajriba almashish dasturini amalga oshirishni rejalashtiryapmiz. Bu dastur doirasida o'zbekistonlik yoshlar Koreyaga borib, u yerda ta'lim dasturlarida ishtirok etadilar. Shundan so'ng ular amaliy tajriba to'plash maqsadida bizning hamkor kompaniyalarimizda ishlab ko'radilar. Tajriba va bilimga ega bo'lganlaridan keyin ular O'zbekistonga qaytib, yarim o'tkazgichlar sanoatining rivojiga o'z hissasini qo'shishlari uchun imkoniyat yaratiladi. Seminar trening doirasida Meta On-Tech kompaniyasi bilan anglashuv memorandumi imzolandi. Davlatimiz rahbari tomonidan O'zbekistonda yuqori texnologiyali ishlab chiqarishlarni rivojlantirish va bunda avvalambor eng dolzarb bo'lgan mikroelektronika sohasini rivojlantirish bo'yicha bir qator tashabbuslari va bu yo'nalishda bergan topshiriqlari mavjud. Bu memorandumga asosan biz 4 ta yo'nalish bo'yicha hamkorlikni kelishib oldik. Bu birinchisi shu tajriba konstruktorlik yo'nalishida hamkorlikni yo'lga qo'yish. Ikkinchisi va eng muhimi mahalliy injener kadrlarni tayyorlash. Uchinchi yo'nalish bu zamonaviy ishlab chiqarish tuzilmasini rivojlantirish va buni eng ilg'or Koreya tajribasi asosida almashish. To'rtinchisi O'zbekistonni xalqaro miqyosiga olib chiqish. Men o'ylaymanki, bu qisqa muddatlarda o'z natijasini ko'rsatadi. Kelgusida shunga o'xshash trening va amaliy seminarlarni Koreya Respublikasida ham o'tkazish nazarda tutilmoqda. Jarayonlar joriy yilning 18-oktyabr kuniga qadar davom etadi.